Assalomu alaykum azizlarim. Yana sizlarning shu talablaringizga binoan yana davom ettiraman. Savollaringizga balkim javob bera olmagan bo'lsam, mana shu savollarni hisoblab olib turib, siz so'ragan temalarda harakat qilaman tushuncha berishga. Mana menga ko'proq hozirgi kecha kunduzda ayniqsa kam harakatli davra, fast foodlar, hamma uglevodlar, yeyotgan ovqatlarimiz noto'g'ri bo'lishi natijasida hozirgi paytda oddishka degan narsa, ya'ni nafas yetishmasligi, havo yetishmasligi, oddishka yetishmayapti menga havo. Oddishka, ya'ni nafas qisishi, nafas yetishmasligi holatlari oddishka juda ko'payib ketdi. Oddishka deb aytayotganimga, nafas qisishiga ruscha aytganimga xafa bo'lmanglar. Aytilishi oson bo'lgani uchun aytyapman. Chunki ko'pchilik hali ruschani bilmaydiganlar ham oddishka manda deb aytadi-da. Shuning uchun oddishka nima? Bu nafasi yetishmayotgani, havo yetishmayotgani deydi o'zbekchasiga. Bilasiz, hozirgi paytda 10 ta odamdan 9 tasida oddishka bo'ladi. Bor hozir shu narsa. U nimadir? U nima? U albatta uni organizmda nimadir bor, nimadir qanaqadir kasallik boshlanayotgani haqida belgi, lekin unga ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Masalan, odam oddiy yurib ketadi, birdaniga havo yetishmay qoladi. Mana shuni ahamiyat berish kerakki, bu nimadandir belgi beryapti. Ya'ni oddishka, ya'ni nafasi yetishmayotgani og'riqdan, davleniya oshishidan oldin paydo bo'lar ekan. Ichki organlaringizda masalan o'sha aniq belgilari paydo bo'lguncha avval oddishka boshlanar ekan, nafas qisishi. Shuning uchun o'sha nafas qisishi paytida ki bo'lsa, avvalo mana shunga ahamiyat bering. Bu qarilikda deb o'tirmang, ayniqsa qari odamlar. Hozir nafas yetishmasligi yoshlarning o'rtasida ham ko'paygan bilasizlar. Endi bilasizlar, oddishka, havo yetishmasligi, mana shu nafas qisish kasalligi juda ko'p kasalliklar, ichki organlar kasalligi. Birinchi o'rinda yurak qon tomir sistemasi yetishmasligida yurakdan bo'ladi, bilasizlar. O'pkada, o'pka nafas organlarida patologiyasi va hokazodan bo'ladi. Lekin shunday nafas qisish holatlari bo'ladiki, bu yurakka bog'liq emas holat. Yurakka bog'liq bo'lmagan holatlar bo'ladi. Bular qanaqa? Bular nima ekan? Ayting, shularni ham bilib olinglar. Yurakka bog'liq bo'lmagan nafas qisishlari bor ekan. Bu qanaqasi ekan? Bulardan birinchisi diafragmaning kuchsizligi. Slabaya diafragma deyapti. Kuchsiz, holsiz deyapti. Nima uchun diafragma? Diafragma ko'krak bilan qorin bo'shlig'ini to'sib turgan to'siq, muskulli to'siq. Mana shu muskulli to'siq, mana shu diafragma nafas muskuli hisoblanadi. Nafas olganda tik ko'tariladi, nafas chiqarganda pastga tushadi. Mana shu diafragma bizning nafasga ishtirok etgani uchun mana shuni ba'zan bo'shashish holatlari, slabiy diafragma deydi. Shu holatda ham deb nafas qilish mumkin. Yana mikrovоспаление легких deydi. Ya'ni ichaklarda kichkina yallig'lanish uchastkalari. Bu masalan gripp, covidda осложненияsi bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Mana shu gripp va ko'nishdan qolgan mana shu осложнение natijasida ham demak nafas qisish bo'ladi. Demak, bular yurakka bog'liq emas holatlar. Keyin undan tashqari tomirlar torayish holati. Bilasiz, tomirlar torayib qolsa, kislorod qonda gemoglobin tarkibidan chiqmay turaveradi. Tomirlar kengaygan mahalla nafas gimnastikani eslang, kislorod o'ziga ovqatlarni kislorod har bitta organga boradi. Shuning uchun demak, periferik tomirlarni torayishida ham bu nafas qisishi ko'p bo'lar ekan o'rtalar. Bu 5 barobar ko'p hisoblanar ekan boshqa nafas qisishlarga nisbatan. Endi bu holat qaysi holatlarda bo'ladi? Qaysi holatda belgi beradi? Albatta anemiyada. Anemiyada gemoglobin kam. Gemoglobin bizga qonda kislorodni organlarga olib boradi. Demak, kislorod yetishmayapti. Sizni har bitta organingizga, ayniqsa o'pkaga, yurakka kislorod yetishmagandan keyin, ya'ni anemiyada mana shunaqa nafas qisish holatlari bo'ladi. Ana undan keyin 5-inchisi yurakda yashirin turli xil o'zgarishlar. Yashirin belgi ketyapti yurakda. Ya'ni yurakni o'zi sekin kengayib boryapti. Siz bunga ahamiyat bermaysiz. Ana shu hali hech qanaqa belgi yo'q. Ana shunaqa mahalda ham paydo bo'ladi. Lekin har qanaqasiga bo'lganda albatta avvalambor tekshirtirish, yurakni masalan kardiogramma, o'pkani rentgen va hokazo
albatta tekshirtirish kerak. Demak, nafas qisishini davolash uchun avvalambor nafas qisishini sababini aniqlash kerak. Sababini davolash kerak. Ana shunda nafas qisishlar ketadi. Endi mana shu nafas qisishi, ya'ni oddishkani 3 ta xavfli xili bor ekan. Mana shunga ahamiyat berishinglarni so'rardim hammanglardan. Qanday holatda bu xavfli hisoblanadi? Ba'zilar mana otsiflardan hali aytaman, nafasim mani yotganimda oddishka nafas yetishmayapti menga. Men ertalabgacha o'tirib chiqaman degan holatlar bor. Bu xavfli hisoblanadi. Nafas oddishkaning eng yomon xilidan biri. 3 xili bor ekan. Ikkinchisi ozgina yurgan nafas qisishi. Ya'ni 50 metr, 100 metr yurmasdan bu ham xavfli holat hisoblanadi. Va ko'krakni qisishi bilan nafas yetishishi. Ya'ni yurakda qisilish bilan, ya'ni nima desam bo'ladi? Ko'krakda qisilish. Ba'zan ko'kragim shunaqa qisilyapti, mana shu yerdan bizga nafas yetishmayapti deydi. Endi bunda yurakni holat, darrov yurakka yetish kerak. Yurakka vahmasini qilish kerak va yurakni tekshirtirish albatta shart. Tushundingizmi? Mana shu 3 ta holatda albatta yotganda nafas qissa, ozgina yurganda nafas qissa va ko'krakda nafas qisib ham ko'kragimda havo yetishmaydigan holatlarda albatta trevoga ko'tarish kerak va uni davolash kerak. Mana shu oddishka, ya'ni nafas qisishganda nima qilish kerak? Oddiy men qiladigan ishingiz edi, iloji boricha ertalab nafas qisadiganlar o'rningizdan sakrab turmang. Ayniqsa qarilar, sekinlik bilan turing. Birinchi nasihatim. Ikkinchisi, nafas masalan siz ko'chada ketyapsiz, qari hammamiz, men shuni qilaman. Ko'chada ketyapmiz, masalan to'y ovqat degandan keyin ko'chada yursang ham birpasda nafasing qisib qoladi. Bu holat bo'ladi bizda, qariyalarda. Ko'chada ketayotganda masalan nafas qisib qolsa, yurishdan to'xtang. To'xtang, o'zingizni ta'minlab oling kerakli kislorod bilan-da, ana keyin yuring. Uchinchi, uyqudan oldin bo'kib yemang. Ovqatni kamroq yeng. Keyin albatta stressdan qochishga harakat qiling. Qariyalarga tegishli narsalar va nafasni faqat ko'chada yurganda burundan oling. Amyasarpa siz nafas olishni og'izdan dedingiz-ku. To'g'ri, og'izdan faqat nafas mashqini bajarayotganda olasiz. Qolgan payt og'zingiz bek bo'lsin. Kechqurun men mamka skotchimda kirmanda mana shunday elimdan yopib qo'yman. Og'zim bekitib, og'zimni ochsam anayin hamma narsa kelib chiqadi. Yurak ham o'lib ketib qoladi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun nafasni faqat ko'chada yurganda o'yda ham burundan oling. Nafas mashqini bajarayotganda nafasni ushlab qo'yvarish esingizdan chiqmasin. Endi mana shu nafas qisish haqida men sizlarga otsiflarni aytmoqchiman o'rtoqlar. Bittasi yozadiki, man deydi, nafas qisishgani ATF long tabletkalar yordam berdi, shular bilan qutuldim dedi. Endi bu kasalligiga qarab, o'rtoqlar, men otsiflarni o'qiyman. Qanaqa tuzalganlarni siz yuqorida aytib o'tganimdek, sizda nafas qisish qaysi xilligini bilib olasiz. Yana qaytaraman, nafas qisishi, oddishkani davolashning birinchi asosiy talab, avvalambor uni sababini aniqlang. Sababi qaysi organizmda, ichki organ nima sabab bo'lyapti? Ana shu sababni ustirani aytsa deyapti. O'sha sababni yo'q qiling, ya'ni o'sha sababini davolang. Ana shundan keyin qutulasiz. Men metoprolol ichaman. Yurak urishim yaxshilanadi va oddishka ketadi. Endi albatta bu o'zi kasalligiga qarab. Men efirlin tabletkasini doim ichaman va doim yonimda ayiraman debdilar. Men 200 ml fizrasvorga 15 ml perks vodorodni solib nafas qisishimni qarang, davoladim. Qanday qilib? 200 ml fizrasvorga 15 ml 3% perks qo'shib osma ukol qilalardi, faqat to'g'ri teshikka, orqa teshikka tiqib qo'yib, ana shu yerdan kapelni oladilar. Buni avval har kuni olaman, kerak cherizdan olaman va undan keyin tot solguncha olaman debdilar. Men oddishkaga zulik qo'ydim. Ya'ni zulikni ham qo'yishda 5 kilo og'irligi bittadan qo'yish kerak, nafas qisqangan deb u taklif beryapti bu odam. Ya'ni masalan eng kamida 20 talab men zulik qo'ydiraman, haftada 2 marta yoki haftada 1 marta qilaman. Shuni 3-4 marta qaytarsam nafas qisishim qoladi dedi. To'ppa-to'g'ri zulik hamma narsani qonni tozalaydi. Menda dedi, nafas qisishi atmosfera bosimi tashqarida kamayganda va magnitniy burya bo'lganda menda bo'ladi. Bu holat hammada bo'ladi.
eng zo'r buzulik faqat dushanba, seshanba va payshanba kuni qo'ydiringlar deb yana bir odam yozadi. Men 50 yildan beri panangin ichaman. Menda nafas qisishi yo'q. Yana bir odam qanday qilib turganlarini aytaymi? Men deydi, to'rt shirinliklarni, non, makaron mahsulotlarini xamir yemay qo'ydim. Bir haftada nafas qisishim to'xtadi dedi. Men deydi, bir odam pufakni ko'p puflayman, qattiq qo'shiq aytaman, bu nafas organini davolaydi deydi. Ana endi bu nafas mashqini bir turi hisoblanadi. Menga kardiomagnil tez yordam beradi. Tulenni oziqaviy suyuqligi, tulenni yog'i zo'r o'pkani moyladi va men shundan tuzaldim deyapti. Jenshen nasoykasi, limonnik, radiola, kamfora shariklari va hokazolar menga yordam berdi. Uyqudan turib dedi bittasi, men nafas qisishini o'zim qanaqa qilib davoladim. Uyqudan turaman, birinchidan bosh barmoqni mana bosh barmoqni davolayman. Bu massaj qilaman, rosa deydi. 1-2-3 minut. Bu boshimni davolaydi, qon aynishi yaxshilanadi. Keyin ko'rsatkich barmog'imni massaj qilaman. Bu mana ko'rsatkich barmog'i, mana bosh barmoq. Bu o'pkamni havosini tozalaydi, o'pkamga qonni yaxshilaydi deydi. Keyin o'rta barmog'imni deydi. Bu ertalab uyqumdan turganimda massaj qilaman. Bu jigarimni, demak, qon bilan yaxshi ta'minlaydi. Va nomsiz barmoq, jimjiloqning yonidagi nomsiz barmog'im bu buyrakni va jimjilog'im esa yurakni qon ta'minlashini yaxshilaydi. Mana shunaqalar qilaman deb qoyil qoldim. Odamlarning hammasini organizmi har xil. Mana shulardan o'zingizga keragini xulosa qilinglar, hammasini qilishingiz sizlarga kerak emas. Shunchalik omi bo'lmas. Biz tushunamiz, omi emasmiz. Bu narsalarning hammasini har bitta inson o'ziga keragini va o'zining kasaliga qarab ishlatadi. Men deydi, nafasim qisgan mahalda bir stakan ko'k choyga sekin asta bir tomchidan boshlab 10 tomchiga chiqaraman kamfora spirtdan. Masalan, men ichib 2 haftada tuzalaman deydi. Menga 6 ta stenokardiya bo'lgan ekan, 6 donani birdaniga qo'yishdi. Stent deydi. Baribir addishka bor deyapti. Endi buni ham aytib qo'yolmaslarga. Ba'zilarda diafragma yuqoriroq joylashgan bo'ladi. Ana shu holatda ham nafas qisishi mumkin ekan. Buni ham hisobga oling. Buni albatta tekshirtirib rentgen qilish kerak. Men yengil gimnastika, xuddi maktabdagi gimnastika esinglar bormi? Yengil gimnastika. Ana shuni qilaman dedi, sirazi deydi. Undan tashqari nafas mashqlarini bajaraman dedi. Nafas mashqlarida ular qanday qilar ekanlar deng, nafasni olamanda, nafasni olib ushlab turaman 6 sekund. Keyin chiqarib yuboramanda, yana 10 sekund ushlayman. Ko'ryapsiz, men sizlarga buni o'rgatdim. Stressda hamma biraz odam stressda ham nafas qilish bo'ladi. Ba'zilar juda ko'p otizmlarni men o'qib chiqdim, erinmasdan juda ko'p insonlarda xronический stress natijasida nafas qisishi, ichki organlarda hech qanaqa patologiya topolmaydi-da. Akasi o'sha stress natijasida ekan. Stressda hamma tashqi skelet muskullari bilasizlar, torayadi, spazm bo'ladi, torayish. Va ichki silliq tomirlarniki ham, ichki organlarning silliq muskulaturasi ham tomirlarni torayadi. Ana shuni hisobiga havo yetishmay qoladi. Ya'ni buni bizning meditsina tilida giperventilatsiya. Ya'ni bunda asosiy nima fiziologiyasiki, unda karbonat angidrid yetishmaydi. Bizga kislorod ovqatlarni organlarga olib boradi. Bizga karbonat angidrid nima uchun kerak? Tomirlarni kengaytirish va organlarga kislorod o'zi bilan oziq-ovqatni berish uchun kerak. Menda vitamin B yetishmasa shunaqa holat bo'ladi. Men dedi, nafasim qisqa diazolin ichaman va nafasni kam olaman. Nafasni ushlab turaman dedi. Yana birov aytibdiki, men dedi, nafasim yetishmaganda tez nafas olib chiqaraman. Mana shunaqa qilar ekanlar. Mana shundan menga nafasim qisishi o'tib ketadi. Mana sizlarga bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotim. Sizlarga kerakli ma'lumot bergan bo'lsam, xursandman. Menga yozilinglar, erinmasdan.